Haqiqat qandaq burmalanadi? Psixolog Elizabeth Loftus kasbiy hayotini əslimilərinin suslapla qalmay, yana özgürüdüğanlığını isbatlashqa beg'ishlagan. Balalıqdakı qimmatlik əslimilərni o'ylang, manzaralarni, ovozlarni, puraqlarni əslang va ularni esingizda tuting. Ko'pincha kishilar o'ylag'inining aksicha, kishining esi ko'rinishlarni mangu saqlab oladigan sin'alu apparatiga o'xshamaydi. Kishining esida xato tunish, bir taraflama yakun chiqarish yoki bir voqeaning tafsilotini boshqa voqealarning tafsilotlari bilan aralashtirib o'tish qatorliq xatoliklar kelib chiqishi mumkin. O'zingizning o'tmishi haqida bilaman deb o'ylaganlaringizning to'g'ri bo'lmay qilish mumkinchiligini his qilish kishini rostilla umidsizlantiradi. Ammo aslan xatolashishi sababli sud zalida muhim bo'lmagan bir reallikni xato tushunish, gunohsiz javobgarga gunoh ortish yoki jinoyatchini gunohsiz deb guvohlik berish hodisasi yuz berishi mumkin. Elizabeth Loftus mundaq deydi: Mustaqil dalillash bo'lmay turib, biz asli saqlashning to'g'ri yoki xatoligini jazmlashtirib olmaymiz. Esimiz odatda ancha muhim bo'lmasligi mumkin. Ammo ba'zi ahvollarda esimizning qandaqligi biz uchun hayot-mamotlik masala bo'lib qoladi. Balkim hozirgi zamon olimlari esimizning o'zgarishi va xatolashishi jihatdagi tushunchamizni ilgari surish uchun texnik ko'p ishlarni qilmagan bo'lishi mumkin. Loftus 40 necha yildan ortiq akademik hayotida esimizning qanchalik ishonchsizligini qayta ko'rsatib, quramiga yetganlarning zehniga butunlay yolg'on aslimlarni singdirgili bo'ladiganligini ko'rsatgudak darajada ko'p tadqiqot ilib borgan. Uning tadqiqotlari natijasida bir zamonlar bizning qaror sistemamizni egilib olgan atalmish bostirilgan aslimlar hodisasi amdilikda qimmatini yo'qotdi. Loftusning qon yoki boshqa fizikalik isbotlar qatorliq narsalar bilan kishilarning aslimalarining oson bulg'anadiganligi to'g'risidagi tadqiqotiga asosan o'z ko'zi bilan ko'rguvchilarning guvohligini ilish tartibi davomli taraqqiy qilmoqda. Ervin universitetining ham psixologiya ham qonunshunoslik bilan shug'ullanadigan dangli professori Loftus bu xizmati sababli maqtashga erishdi. U 20-asrdagi ta'siri kuchli 100 psixolog tizimligida 58-o'rinda turadigan ayol. Bu tizimlikda Freud, Skinner va Piaget qatorliq mashhur psixologlar mavjud. Ammo shuning bilan bir vaqtda u o'z ko'zi bilan ko'rguvchilarning guvohligining to'g'riligidan gumonlanishga jur'at qilganlik uchun ko'p qitim hujum qo'shirgan va kamsitilgan. Bir qitim aeroplanda notunish bir kishi Loftusning kimligini bilgandan keyin gazetni turmanlab turib, shuning bilan Loftusni urgan. Yana bir so'rinda bir taftish mahkamasi sud zalida Loftusning yiniga kelib, qattiq ochiqlangan holda uni "Sen faqatli bir fohish ayol" deb haqoratlagan. Ba'zi kishilar Loftusni Yahudi cho'ng qirg'inchilikni rad qilguvchilar qatoriga qo'ygan. Chunki Loftus zaxmalangan guvohchilarning sudda guvohlik berishini qiyin holga tushirib qo'ygan. Loftusning xizmatdoshlari uni bu kasbda muvaffaqiyat qozonish ehtimolligi tuvan shaxs deb maxfiy bilat tashlagan. Loftus Kaliforniyada cho'ng bo'lgan. U 6 yosh vaqtida ayol balboqchi tarafidan jinsiy bo'zaq qilinishga uchirgan. Ammo u bu kechmishni ota-onasiga aytmagan. Uningdan keyin 1959-yili xomushlik kasaliga giribtor bo'lgan onasi hodisa yoki o'zini o'ldirib olish ehtimolligi bo'lgan suv uzish ko'lchigida tunjiqib o'lgan. 2 yildan keyin o't ofati yuz berib, uning oilasining uyini o'z ichiga olgan 500 ga yaqin uy vayron bo'lgan. Hayot jurnalining fotografi 17 yoshli Loftusning yozliq kiyim kiygan, qo'nchoq iqini quchoqlagan holda o't ketgan uyga qarab turgan holatini rasmga tortib olgan. U mundaq degan: "Mening ashu haqiqatni menga eslatadigan bir jurnalim bor." Loftusning asli tutish qobiliyatining burmilinib ketishiga bo'lgan ilmiy qiziqishi bir necha yildan keyin Stanford professori Jonathan Friedmanning ijtimoiy psixologiya darsida o'tirg'a chiqdi. U bir qitimliq darsda asli tutishning pozitsiyani o'zgartishdagi roli haqida savol so'raydi. Loftusning cho'ng miyining uzun zaman o'tgandan keyin astin uchurlarni qanday tashkillaydiganligini, saqlaydiganligini va yig'ib oladiganligini aniq bilgisi bor edi. Uning qiziqishini his qilgan Friedman keyin uni bir chetga tortib, uni o'zining tadqiqot turiga qatnashtira oladiganligini aytdi. Loftus izlayotganini topdi.
Jeffrey Loftus o'qish bitirgandan keyin Washington universitetida xizmatga tushgan bo'lib, u hozirmi bu yerda psixologiya professori bo'lib ishlaydi. Loftus bir yildan keyin Harvardga yordamchi professorlik taklifini rad qildi. Garchi u Elizabeth Loftus bilan 1991-yili ajrashib ketgan bo'lsa-mu, ammo yanada yaqin munosabatni saqlab qoldi va delolarda hamkorlashdi. Elizabeth Loftus Washington universitetida o'z ko'zi bilan ko'rguvchilarning guvohlik so'zining ishonchlikligi to'g'risida tadqiqot boshlaydi. Keyin bu tema davlat miqyosida diqqat qo'zg'aydi. U hech nima demaydi. Amaliyotda tamaki chekadigan miltiq kamchil zasidatillar umiki bilan men uni o'z ko'zim bilan ko'rdim deyalaydigan odamga qaraganda texmi ig'ir. 250 dan ortiq nohaq jinoyat ortilgan mahbus diniy tekshirish natijasida o'tirg'a chiqqan. Ular o'ttiri hisob bilan 13 yillikdan qamoqqa hukm qilingan. Bu kishilarning 4-3 guvohchilarning xato guvoh berish natijasida qamoqqa hukm qilingan. Loftus mundaq dedi: kishilar o'z ko'zi bilan ko'rguvchilarning guvohligini hech bir gumonsizlar qabul qiladi. Chunki ular asling voqealarni to'g'ri va qusursiz holda saqlay oladiganligiga, keyin lozim bo'lgan kishiga yangidan jonlantirib bera oladiganligiga ishonadi. U savol so'rash usuli orqali kishilarning aslamalarining qanchalik tez ta'sirga uchraydiganligini bilish uchun bir loyiha tuzib tajriba olib berdi. Bir qitimliq sinoqqa qatnashgan kishilarga mashina so'qilgan ko'rinishlar ko'rsatildi. Ondan ko'rganlar to'g'risidagi savollarga ha yoki yo'q deb javob berishni talab qildi. Cheqilib ketgan cho'ng chiroqni ko'rdingizmi degan savolga sinoqqa qatnashuvchilar tarafidan ha degan javobni oldi. Aslida filmda bundaq bir ko'rinish mavjud emas bo'lib, ulardan filmda yo'q narsa so'ralgan edi. Boshqa bir tajribaga qatnashuvchilarni ikki to'pga ayirib, bir to'pdan mashinalar bir-biriga urilganda qanchalik tezlikda mangdi deb, yana bir to'pdan mashinalar bir-biri bilan so'qilganda qanchalik tezlikda mangdi deb urilish va so'qishish fiilini ishiltib, ayrim-ayrim savol so'rgan. So'qilish fiili bilan so'ralgan o'xshash savolga javob berganlarning javobi urilish fiili bilan o'xshash savolga javob berganlarning javobi qaraganda 5 yoki 10 kilometr tez bo'lganligini bayon qilish bo'lgan. Bu tadqiqotga munosabatlik bir maqolasida Loftus o'zining stildagi bir advokatning bir deloni ishlashiga maslahatchilik qilganini bayon qilgan. Loftus bu maqolasini 1974-yili yozgan bo'lib, bir yosh ayol o'zining o'g'il do'stini etib o'ldirgan bo'lib, u ayol o'zining bu qilmishini o'zini qo'g'diganlik deb aqlagan. Delo oqibatda ayolning tapanchini qo'liga olgandan boshlab o'q chiqarg'uchi orada qanchalik vaqt o'tganligiga bog'liq bo'lib qoladi. Jinoyat gumondori bilan uning ayni chaqda ochisi bor binoda bor bo'lgan singlisi oradan 2 sekund o'tgan deb javob berdi. Voqeaga shohid bo'lgan boshqa bir qo'shnisi bo'lsa, oradan 5 minut o'tgan deb javob berdi. Agar 5 minut o'tgan taqdirda bu sotning javobgarga qasddan odam o'ldirish jinoyati ortishining haqli ekanligini isbotlaydi. Zasidatillar umiki bu ayolga odam o'ldirish jinoyati ortmadi. Loftusning bu delo to'g'risidagi maqolasi boshqa advokatlarning delolarda Loftusni izlashiga yo'l ochdi. Bir necha oydan keyin u yutoqli bir advokatning guvohchilarni farqlantirishga munosabatli eng qiziqarli delolardan biri to'g'risida maslahat so'rash xatini topshirib oldi. 28 yoshli qonun o'quvchisi javobgar 9 oy ilgari bir yosh ayolni tutqun qilmoqchi bo'lgan deb ayblangan. Advokatning so'ziga qaraganda hech qanday paket yo'q bo'lib, faqat ziyonkashlikka uchirg'uchi o'zla mushundaqligini iddia qilgan. Advokat yana hujjatga ziyonkashlikka uchirg'uchining bayon xotirasini qo'shib, uningda bir qator moslashmaslik borligini ifodalagan. Loftus bu deloga mutaxassis guvohchi sifatida qatnashishga qo'shilgan. Javobgarning ismi Ted Bundy bo'lib, bu uning 4-qitimliq delosi edi. Loftusning guvohlik so'ziga qaramay Bundyning jinoyati bekitildi. Delodagi paketlarni ko'zdan kechirgan Loftus ayni vaqtda javobgarning gunohsiz bo'lish mumkinchiligiga ishongan edi. Ammo bir necha oydan keyin bir yurish maqolalarda javobgarning rostla gunohkor ekanligi haqidagi kishini hayron qoldiradigan yangi paketlar oshkorlangandan keyin Loftus javobgarning jinoyatkor biri ekanligini his qilib yetgan. Loftus yana mutaxassis guvohchi sifatida yuzlarcha deloga qatnashdi yoki maslahatchilikka taklif qilindi. Avtorning 22 kitobining biri bo'lgan Guvohchini aqlash nomli kitobida u 1987-yili Las Vegas mehmonxonasida 7 yoshli bir bolani tutqun qilish va o'ldirishdagi bosh jinoyat gumondori Xopit haqida bir bob ajratgan. Bir bolani 27 noyabr atiganda Xopit turgan mehmonxonaning o'yin o'ynash maydonidan tutqun qilgan.
quramiga yetgan bir qancha shohid bu balni jinoyat gumondori bilan birga ko'rganligini ifodalaydigan ziddiyatlik tasvirlarni soqchiga bayon qilgan. Soqchilar erishgan tasvirlashda jinoyatchi oqtanlik er bo'lib 35-40 yoshlarda. Boy egizligi 6-7 gaz, eg'irligi 1.60 dan 1.80 qadoqgacha. Qo'ng'ir choch, ko'z aynakli kishi edi. Ammo naq maydonda bo'lib, bu er bilan qisqa paranglashgan 11 yoshlik bir qiz uni egiz, muskulliq, qini qo'ng'ir chochliq, peshonasida 2 dog' bor deb tasvirlagan. 37 yoshlik Xofit boy egizligi 6 gaz, eg'irligi 145 qadoq, shalong va seriq chochliq ko'zoynak taqgan kishi edi. Bala g'oyib bo'lib bir necha hafta o'tgandan keyin uning jasadi topilmay turibla, Xofit Las Vegas soqchilarining bu deloga munosabatlik surtini tortib olish va barmoq iziq ruxsat so'rash xatini topshirib olgan. Bu xat shunday yozilgan bo'lib, u ayni vaqtdagi mehmonxonada mehmon bo'lganlarga qartilgandek qiladi. Ammo soqchilar allburun ularning Xofitni tutib olganligiga ishonadi. Bir guvohchi bilan ilib berilgan suhbat xotirasida guvohchi Xofitning yonidan o'tib ketgandan keyinmi soqchining Xofitning rasmiga qayta qaraganligi o'tirg'a chiqdi. Loftosning bu delodagi guvohligi nurg'un zasidatillar o'mikini soqchilarning bundaq ozg'ashtiruvchi savollar bilan shohidlarning aslimasiga ta'sir ko'rsatganligiga qoyil qildi. Ular qayta so'roq jarayonida Xofitning jinoyatiga qoyil bo'ldi. Ba'zi zasidatillar o'miki keyin Xofit o'tirg'a qo'ygan dalil isbotlarning uning gunohsiz ekanligini qaror qilishida ochiqqushliq rol o'ynaydiganligini aytdi. Loftusga munosabatlik eng talash tartish qo'zg'agan delolar 80 va 90 yillarda moda bo'lgan gipnoz va yetakchi tasvir qatorliq davolash texnikasi orqali saqayib ketgan bolalardagi jarohatni oshkorlashni o'z ichiga oladi. Nazariyada mundaq deyildi. Kuchlik besim va hissiyot aqlning aslimalarning yoshirin anga cho'nqur ko'mishini keltirib chiqaradi. Aslimalar ba'zida yoshirin angda necha 10 yil besilib qoladi. Buningga o'xshaydigan delolarning birida klinikalik psixologlardan biri Jane Doe ismli bir qiz bilan suhbatlashib, suhbatni filmga olgan. Ayni chaqda bu qiz 6-7 yoshga kirganda onasi tomonidan uchirgan jinsiy parokandachilikni so'zlab bergan. Ondan qiz 17 yoshga kirganda psixolog uni yana qayta filmga olgan bo'lib, bu chaqda qiz yiliqi aslimasini tamoman unutib ketgan. Bu sin ilmiy yig'inlarda keng tarqatildi. Oqibatda besilib qolgan saxta aslima hodisasining rostligi o'ttirg'a chiqdi. Loftus bu jihatlarda shubha ichida edi. Loftus bir qator tajriba ishlash orqali hech qachon yuz bermagan voqealarning kishining esida yuz bergan voqealar sifatida saqlanib qolish mumkinchiligini isbotlab chiqdi. Loftus va uning tadqiqot guruhi munosabatli shaxslarning yaqin tuqqanlarining yordamida bolaligida Soda saroyida ota-onasini topolmaganlik, Disney bog'chasida Bugs Bunny bilan qo'l elishib ko'rishganlik tipidagi anglamoqqa kishini ishontiradigan, ammo reallikda yuz bermagan saxta aslimlarga erishdi. Munosabatli shaxslardan ashu saxta aslimasi to'g'risida so'ralganda bo'lsa, ular o'z esidagi saxta aslimasining boshqa tafsilotlarini bayon qilib berdi. Taxminan 20% atrofidagi kishi bu saxta aslimasini qabul qilgan bo'lib, ularning oz bir qismi ashu aslimasi haqida qayta o'ylanib ko'rish talab qilinganida o'zlarining undaq bir ishga asla duch kelib boqmaganini aytdi. Hatto Loftusning o'zi hayotiga munosabatli ishlardimi yolg'on aslimlarning borliqqa kelishidan xoli bo'la olmagan. U 44 yosh vaqtida 90 yoshlik tog'asi uningga onasining jasadining ko'lchakda laylab turganligini bayqagan kishi ekanligini aytdi. Loftus buningga qarshi turib, buni bayqovchining hammasi ekanligini aytgan. Ammo uning tog'asi bayqovchining o'zi ekanligida ching turgan. Tog'asi keyin o'zining xatolashganligiga qoyil bo'lgan. Amaliyotda Loftusning onasining jasadini dastlab bayqag'ini Loftusning hammasi edi. Bu vaqtda qayta o'ylangan Loftus, balkim mening besilib qolgan saxta aslimam bo'lsa kerak degan. Balkim mening bu vaqtda kuchab tadqiqot ilib berishimga sabab mushu bo'lsa kerak. Balkim mening bunchavala hissiyotchan bo'lishimning sababi bu bo'lsa kerak deydi Loftus. Loftusning tafakkuri shu kuni kashdagi voqeani eslashga o'tdi. Onasining kechilik kiyim ichidagi jasadi, qo'rqib ketgan Loftusning og'zi, burniga oksigen ishlankisi taqayotgan jiddiy qutqizish xodimi. Yangi uchurlarga ma'no berishga tirishib o'tatdim. Ondan tizla kallamda u voqeaning tasviri zohir bo'lgan edi. Keyin Loftusning tog'asi o'zining xatolashganligini tan oldi. Oqibatda Loftusning boshqa tuqqanlari jasadni Loftusning hammasining bayqaganligini jazm qildi. 6 yoshida jinsiy parokandachilikka uchraganligini da'vo qilgan Jane Doe'ga kelsak, Loftus Jane Doe haqidagi haqiqatni bilish uchun yo'lga chiqdi.
Qizning biologik onasi bilan burunqi o'gay onasini topdi. Bu ziyoratlar va Loftosning Jane'ning aslimlarini o'tirg'a chiqarishda qo'llangan usullari tekshirilgandan keyin Loftos Jane Doe'ning o'zi da'vo qilgan jinsiy parakandachilikka duch kelmaganligiga qoyil bo'ldi. Loftos bostirilgan saxta aslimining sotda dalil sifatida ishlatilishining oldini olish umidida bu delo to'g'risida bayonot e'lon qilishni planladi. Biroq Jane Washington universitetiga Loftosning o'zining shaxsiy maxfiyatligiga tajovuz qilganligini shikoyat qildi. 29 yildan beri Loftosning uy hisobidagi Washington universiteti uning tadqiqot hujjatlarini yig'ib olib, Loftos ustidan uzoqqa so'zilgan tekshirish olib bordi. Gerçi Loftos oqibatda barcha ayblashlardan qutulgan bo'lsa-mu, biroq u universitetning o'zidan yetarli kechirim so'rash fursatiga erisha olmagan. Shuning bilan UCI 2002-yili uni taklif qilganda, u taklifga qo'shilib janubga ko'chib ketgan. Yaqinqi yillardan buyon Loftosning davlatning har qaysi joylariga berib sotga ishtirok qilish vaqti qisilishib ketdi. U tadqiqotini asning pozitsiya va qilmishiga ko'rsatadigan ta'sirga markazlashtirdi. Saxta aslimining oqibati nima? Saxta aslima kishining tafakkur usuliga va ish harakatiga qanday o'zgarish olib keladi? Bular Loftosning uzoq yil diqqatini jalb qilgan temalar. Yaqinqi yillardan buyon Loftos sotni anglash uchun davlatni aylanib sayohat qilishga oz vaqt sarf qildi va tadqiqotini asli saqlashning pozitsiya va harakatga bo'lgan ta'siriga texmo markazlashtirdi. Yolg'on asli saqlashning qanday oqibatlari bor? U sizning tafakkur va harakat usulingizni qanday o'zgartirdi? Bu tema uni uzundan buyon qiziqtirdi. Ma'lum ma'noda aytganda, u Stanforddagi professor Fertman bilan tunji ijtimoiy psixologiya darsidan boshlab tanishatdi. Musha asrning boshlarida Loftos agnostik, ya'ni Tangrining bor yo'qligini bilgili bo'lmaydi degan botil e'tiqoddagi kishilarning ingida suvda pishirilgan tuxum yoki tarxamakchilig'an siyaqida salbiy tushunchalarni shakllantirilgan taqdirda bu kishilar bu xil salbiy tushuncha sababli kelgusida bu xil yemekliklardan yeyishdan o'zini qochiradigan holga kelamdi yo'q degan masalada tekshirish ilib berishni boshlagan. PBS'da tarqatilgan bir programmada Loftos alan alda texnikasini namoyon qilib, programma qatnashchini kichik vaqtida suvda pishirilgan tuxumni yeganligi sababli og'rib qolganligiga qoyil qilmoqchi bo'ldi. Keyin u bir dala tamoq faoliyatida aldaga bir suvda pishirilgan tuxumlarni sundi. Alda dastlabda tuxumni yemadi. Keyin noyta biyoramchilik elikida tuxumdan ozig'ini tishladi. Bu Loftosning inson esining yolg'on, ammo foydali aslimlarni yaratish uchun ishlatiladigan yoki ishlatilmaydiganligini tekshirishiga sabab bo'ldi. Agar eg'irligi eshib ketgan odam o'zining bir zamonlarda insonni samirtaydigan yemekliklarni yegandan keyin kasal bo'lib qolganligiga ishongan bo'lsa, qanday bo'ladi? Yoki aksicha, bizga sog'lom yemekliklar bilan munosabatlik ijobiy aslimlar berilsa, qanday bo'ladi? Loftos bo'ljirganlik marojni qatorliq ba'zi yemekliklar orqali saxta astamidan saskinish holati yaratqili bo'ldiganligini, ammo shokolad qatorliq boshqa yemekliklar orqali bunda qilg'ili bo'lmaydiganligini, shundaqla bu jihatda faqatla %40% insonning ho'sharlik ichida ekanligini ko'rsatib berdi. Boshqa bir tajribada asparagusni yaxshi ko'rdiganligi to'g'risida sun'iy asbarpo qilingan kishilarning keyingi kunlardagi tushlik tamoqida asparagus buyurtish ehtimolligi yuqoriligini ko'rsatib berdi. Loftos mundaq deydi: bu insonlarning hayotini o'zgartirish va texmi sog'lom yashashni ro'yobga chiqarish uchun xato e'tiqod va xato aslimlarni ularning esiga yerlashtirish mumkinchiligimizni oshiradi. Psixikalik masalaga duchor bo'lganlarni davolaydigan bir psixolog o'z yaxshiligi uchun bo'lgan taqdirdami bir bemorning esini kontrol qila olmaydi. Biroq Loftos bak samirib ketish sababli xatar ichida turgan bir bolaning ota-onasini to'sib qala oladigan hech narsa yo'qligini ko'rsatib o'tdi. Biroq Loftosning bu taklifimi ota-onalarni bolalarga yolg'on so'zlashga tushkurtganlik deb qarilib, tanqidga uchradi. Loftos o'zini qo'g'dab, qaysisini tanlaysiz? Bolangizning bak samirib ketish sababli diabet kasaliga giribtor bo'lishi va umrining qisqarib ketishini yoki ma'lum darajadagi yolg'on aslimini bolaga amlash orqali uni bu xatardan qutqizib qilishni? Men o'zimning bolasiga qaysini tanlashni albatta bilaman. Albatta Loftos bizga o'xshamaydi. Ko'pinchamiz tabiiy ravishda aslimimiz mangu o'zgarmay, o'z peti turadi deb o'ylab olamiz. Chunki shu aslimalarimiz bizning kimligimizning asosini shakllantirgan. Loftos balkim davolashni maqsad qilib, o'zining yoki boshqalarning aslimisiga saxta aslimlarni yerlashtirib qo'yishi mumkin. Balkim kunlarning birida kishilar o'z aslimalarini bir iz sifatida emas, kelgusini yaxshilay oladigan vosita sifatida ko'rishi mumkin. Loftosning kishining ingiga yolg'on aslimlarni qachilab qo'yg'ili bo'lamdi yo'q degan bu talash tortishlik masaladagi ko'z qarashi ustunlik qozonsa, bu hol
əslimi yaratish ifodasiga yangi bir ma'no qatadi.